3 korpusli plyugimiz bitdi va nihoyat. Preverka qilyapmiz hozircha. Bir ikkita kamchiliklari bo'lsa negativ yozish shart emas, to'g'risi. Bu 82-80 belaruslarga mo'ljallangan plyugimiz. Hozircha bu 82-80 topilmaganligi sabab 95 ta tortyapmiz. Shunda ham oldini qo'shmagan holatda. Zaxvat 1.20 1.30 gacha. Xohlagan insonga 1 metrgacha ham zaxvatni toraytirsa bo'ladi. 2 dona bolt bilan zaxvatni 1 dan 1.30 gacha qilib olsa bo'ladi. U tomondan muammosi yo'q. Plyugni materiallariga kelsak, garantini beramiz. Og'irligi 250 kilogramm plus minus. Aylanma plyugdan buni yaxshi tomonlari yengil. Aylanma plyugi bor akalarimiz o'zi komment to'ldiradi. 3 korpusli, 4 korpusli aylanma plyuglarni og'irligi qancha? Yasama plyug. Kamida, men adashmayotgan bo'lsam, kamida 500 kilo chiqadi. Kamida yo'q degani bo'lmasam 700 kilo, 800 kilo atrofida chiqadi. 3 korpusli aylanma plyug. Bu 250 kilogramm. Bu ularni ishini spokойно qilib beradi. Traktorning orqadagi sergalariga boshqasiga kuch kelmaydi bunda. Zakazga, Kasimsot, Arion, boshqa texnika, har qanday dalaning ichida yurgan texnikaga qanday desa, qanaqa desa plyug yasab beramiz. Bu plyugimiz ham продажga tayyor. Preverkadan xudo xolasa chiqazib olamiz. Oladiganlar bo'lsa telefon qilaversin. Keyin aylanma plyugni ham og'irligini birato'la yozib ketsanglar yaxshi bo'lardi. 3 taligi, 4 taligini og'irligini. Traktorchi mana shunaqa plyug qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Pastda nomer qoldiramiz murojaat uchun. Zakazga ili boshqasiga ham. Kommentni portlatib, padeshkada bo'lib turinglar, xudo xolasa. Bundan da zo'r yangilik chiqazib boramiz inshaalloh.